To'xtang. Siz ota-onamisiz? 1,5 yoshdan 7 yoshgacha farzandingiz bormi? Bu videoni oxirigacha ko'ring, albatta siz uchun foydali bo'ladi. Rus tiliga ixtisoslashtirilgan Paddington Press School'da farzandingizga ingliz tili, matematika, gimnastika va maktabgacha bo'lgan tayyorlov individual tarzda o'rgatiladi. Bu joy Termiz shahrida joylashgan bo'lib, qulay lokatsiya, sifatli ta'lim, keng hovli va mehribon tarbiyachilari bilan boshqalardan ajralib turadi. Yozning issiq kunida farzandlaringiz maza qilib cho'milishi uchun hovuzlari ham bor ekan. Mahliyon yoshlik esiga tushib, hovlisidagi daraxtlarga shipillab chiqib ketdi. Bog'chada bolalar uchun 3 mahal ovqat va 1 mahal mevalar ham berilar ekan. Oq inglizchada nima bo'lar ekan? White. White. Yellow. Sariq. Aha. Topi. Aha, good job. Okay. Gavhar opa, bolalar bilan ishlash sizga qiyinchilik tug'dirmaydimi? Yo'q, aksincha bolalar bilan ishlash men uchun juda ham zavqli, chunki ular bilan beg'ubor vaqt o'tkazganda juda ham o'zimni xursand his qilaman. Лету. Зима, Зима. осень. Осень. Молодец. Какие дни недели бывают? Первое. Понедельник. Вместе. Понедельник, Вторник. вторник, Вторник. среда, Среда. четверг. Четверг. Наша Таня громко плачет, уронила в гречку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в гречку мяч. Bu bolalar yotoqxonasi. Bu yerda bolalar orom olish uchun hamma sharoitlar qilingan. Yaxshisi biz ularga xalaqit bermaymiz, ketdik. Manzil tushuntiraman. Manguzor oshxonaning ro'parasidagi ko'chadan 100 metr ichkariga kiriladi.